Assalomualaykum. Hurmatli do'stlar. Mana do'stim Qahramon bilan Surxondaryoga yo'l oldik. Hozir Samarqand viloyati Nurobod ilgarigi Sovetobod Jonqishlog'idan o'tib boryapmiz. Tezligimiz 87 km tez haydamayapmiz. Yo'l tekis. Tabiatni qarang. Juda go'zal. Mana bu tomonimizda tog'lar. Mana temperatura 16 gradus. Zakrilka 0. Yaxshi ketyapmiz. Soat 1dan 19 minut o'tdi. Ajoyib. Qorin och lekin. Qornimiz och. Qashqadaryoning chizi yoki tandir deymiz deb ketyapmiz. Xudo xolasa. Mana vertolyotlar bu tomonda. Maza, umuman olganda juda komfort ob-havo bo'ldi. Sayohatimiz xayrli o'tsin, yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Duoda bo'lib turasizlar.